Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan 35 va 36-biletlar tahlilini tez ko'rib chiqamiz. Hamdagi savollarga tez to'xtalib o'tmaymiz. Uni birdan javoblarini aytib ketamiz. Transport vositalaridan foydalanish va texnik holatiga javobgar mansabdor shaxslarning majburiyatları. Belgilangan muddat tibbiyot ko'rigidan o'tmagan shaxslarni transport vositalarini boshqarishga yo'l qo'ymaslik, texnik holati va jihozlari qoida talablariga mos kelmaydigan transport vositalarini yo'lga chiqarmaslik, belgilangan tartibda ro'yxatdan o'tkazilmagan transport vositalarini yo'lga chiqarmaslik. Barcha sanab o'tilgan holatlar majburiyat hisoblanadi. Belgi va uning ostidagi qo'shimcha holat belgisi nimani haqida ogohlantiradi desa, yo'l yoqasi ta'mirlash ishlari olib borilayotganligi munosabat bilan unga yaqin kelish xavfli ligi haqida ogohlantiradi. Har bir chiziq uzunligi ular orasidagi masofadan 3 barobar katta bo'lgan uzuq chiziq nimani bildiradi? Bu uzuq chiziq 1 va 1.11 chiziqqa yaqinlashganligi haqida ogohlantiradi. Ya'ni uzluksiz chiziqqa yaqinlashayotganlik, uni bosish mumkin bo'lmagan chiziqqa yaqinlashayotganlik bildiradi. Yo'l o'rtasidagi to'xtash joyida to'xtagan shu yo'nalishda tramvayga yaqinlashib qolgan haydovchi nima qilish kerak? F2 javob bo'ladi. Ya'ni yo'l o'rtasida to'xtash joyida turgan shu yo'nalishda tramvay kelayotgan yoki undan uzoqlashayotgan piyodalarga yo'l berish kerak. Qaysi transport vositasining haydovchisi harakatlanishda imtiyozga ega desa, ushbu holatda ko'rib turishlar har ikki tarafga ham yashil, lekin tramvay ustunlikka ega. Transport vositasining haydovchisi agar svetoforning ruxsat etuvchi chirog'i yoqilsa-yu harakat yo'nalishining qatnov qismidan o'tishga ulgurmagan piyodalar bo'lsa nima qilish kerak? Ular o'tib olishiga imkon berish kerak. Aholi punktlarida yuk avtomobillarining harakatlanishiga qaysi tasmadan ruxsat etiladi desa, buni yodlab qolasizlar. Qatnovning o'ng chetiga yaqin tasmada. Agar barcha transport vositalari 80 km/soat tezlik bilan harakat qilsa, haydovchilarga qay bir qoida talablarini buzadi. Buzmaydi. Hammasi 80 bo'lsa, 80 dan oshish mumkin emas, yo'l belgisi turibdi, demak 80 bo'lsa, hech qaysini buzmaydi. Tormoz yo'li deganda nima tushuniladi? Turgan vaqtdan boshlab avtomobil to'liq to'xtagungacha bosib o'tgan masofasi. Tormoz tekis bosilgan vaqtdan boshlab avtomobil to'liq to'xtagungacha qadar bosib o'tgan masofasi hisoblanadi. Davlat yo'l xavfsizligi xizmatining yo'l harakati xavfsizligi xizmatining ruxsatsiz transport vositasining yuki bilan yoki yuksiz qanday yuqori o'lchamdagi balandlik bilan harakatlanishiga yo'l qo'yiladi? To'g'ri, bu savol 4 metr ekan. Bu savolni yodlab qolishlaringizni tavsiya qilaman. Men o'zim ham xato qildim. Demak, 4 metr ekan. 4 metr. Shu bilan 35-savolni yakunladik. Bitta xato qildik. Boygiga. Endi 36ga o'tamiz. Qatnov qismi chetidagi piyoda yalt-yalt etuvchi mayoqcha va maxsus tovushli ishorani yoqib kelayotgan transport vositasi yaqinlashib qolganda qanday yo'l tutish kerak? O'tmaslik kerak. Chunki u to'xtamaydi. U sen yoqib kelyapti, kechiktirib bo'lmaydigan vazifa bo'yicha kelyapti transport vositasi. Belgilarning qaysi biri ogohlantiruvchi belgilar bilan qayd etilgan xavfli yo'l qismining uzunligini ko'rsatadi? Albatta 4. Ushbu yo'l chizig'i quyidagi maqsadni bildiradi. Demak, To'g'ri yaqinidagi to'xtab turish joyidan mexanik transport vositalarining qo'yish usullari ko'rsatilgan to'xtab turish joyini yo'q. Mexanik transport vositalarining to'xtashi taqiqlangan joylarida yo'q. Belgilangan yo'nalishdagi transport vositalarining to'xtash va taksining to'xtab turish joyini bildiradi. To'g'ri. Haydovchilardan qay biri birinchi bo'lib harakatlanish huquqi uchun imtiyozga ega desa, o'ng qo'l qoidasi. Demak, o'ng qo'l qoidasida avtomobil haydovchisi birinchi harakatlanishga imtiyozga ega. Navbat bilan yalt-yalt etib turuvchi ikkita qizil yoritgichlar quyidagi ma'noga ega. Harakat taqiqlaydi, hurmatli kuzatuvchilar. Bu bizlar asosan poyezd yo'llarida qo'yiladi. Shlagbaumni o'zboshimchalik bilan ochish yoki aylanib o'tishga ruxsat beriladi, taqiqlanadi. Siz 3ta tasmasi bo'lgan ikki tomonlama harakatli yo'l bo'ylab ketyapsiz. O'rta tasmaga o'tishga qanday holatda ruxsat etiladi?
Xo'p. Barcha kelgan holatlar uchun hujjatlar. Avtomobilning taniqli belgisi bo'lganda yo'lning mazkur qismida qanday yuqori tezlik bilan harakatlanishi to'xtat etiladi. Ko'rib turibsizlar, yo'lda 90 km maksimum tezlik belgilangan, avtomobilda esa 70. Maksimum tezlik demak 70. Bosh miya va kalla suyagi o'rtacha holatda jarohatlangan jabrlanuvchini transportning qaysi turda tashish kerak? Bosh miya bilan bog'liq bo'lsa, albatta faqat tez tibbiy yordam mashinasida tashiladi. Quyidagi holatda haydovchi piyodaga yo'l berish lozimmi? Albatta. Sababi u aholi punktlarida. Aholi yashovchi punktga harakatlanmoqda. Ushbu holatda xohlasa piyodalar yo'lda o'rtasida ham yurishi mumkin, qo'lbo'ja kesib o'tishi mumkin. Unda haydovchi yo'l berishi majbur. Demak, 36-biletni ham tahlil qilib bo'ldik. Savollar bo'lsa kommentariyada qoldiringlar, bizlarni kuzatishda davom etinglar. Xayr, salomat bo'ling.